Assalomu alaykum. Tarmoqlarda Real Sanjik taxallusi bilan tanilgan avtobloger tadbirkorga oid ish jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida boshlandi. Sanjar Karimov jinoyat kodeksining o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, firibgarlik hamda narkojinoyat moddalari bilan ayblanmoqda. U jinoyat kodeksining 112-moddasi 1-qismi, 168-modda 4-qismi A bandi, 273-modda 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi sudya Bahrom Berdiyev raisligida ko'rib chiqilyapti. Jinoyat ishida 2 nafar jabrlanuvchi bor. Shu o'rinda voqea tarixiga nazar tashlasak. Sanjar Karimov mashhur avtobloger bo'lib, uning Instagram sahifasida 500 mingga yaqin obunachisi bor. 2024-yil noyabr oyida u 4 million dollarlik villasi va 35 ta mashinadan iborat avtoparki borligini aytgandi. U keng jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan aldangan toshkentlik Jamila Olimboyeva ishi bo'yicha guvoh sifatida qatnashgan. 2025-yil oktyabr oyida qiz Instagramdagi sahifasida o'zi va oilasi firibgarlik qurboni bo'lganini aytadi. O'shanda Toshkentda yashovchi Jamila Olimboyeva yigiti Shahzod Rismatovni firibgarlikda ayblaydi. U Rismatov aldov yo'li bilan uyini Sanjar Karimovga rasmiylashtirib berib, evaziga Karimovdan qarzga pul olganini ma'lum qilgan. Olimboyevaning ushbu da'vosidan so'ng Sanjar Karimov uyni egalaridan 240 ming dollar naqd to'lov evaziga sotib olganini aytib chiqdi. Keyin Rismatovga nisbatan firibgarlikning bir nechta epizodlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va qochoq kuyov 21-noyabr kuni 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Voqea ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgach, ushbu hovlining xaridori bo'lgan taniqli avtobloger Sanjar Karimov 240 ming dollarlik uyni bolalar uyiga ehson qilishga qaror qilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent shahar boshqarmasi esa bloger turar joyini topshirishga oid notarial tasdiqlangan hujjatlarni taqdim etmaganini bildirdi. Ushbu voqealar fonida 2025-yil 28-noyabr kuni Sanjar Karimov jinoyat kodeksining bir necha moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Birinchi sud majlisida davlat ayblovchisi sudga ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklash to'g'risida iltimosnoma kiritdi. Sudya Bahrom Berdiyev prokurorning iltimosnomasini qisman qanoatlantirib, ommaviy axborot vositalari vakillariga to'g'ridan-to'g'ri efir hamda video tasvirga olishni cheklash haqida ajrim chiqardi. Lekin audio va foto tasvirlarga ruxsat berildi. Sudya tomonidan e'lon qilingan ayblovlarga iqror yo iqror emasligi haqida sudlanuvchi Sanjar Karimovga savol berildi. U qo'yilgan ayblovlarning birortasiga iqror emasligini bildirdi. Sud tergovida dastlab jabrlanuvchi Shahzod Rismatovning onasi Feruza Rahmatullayevaga so'z berildi. Jabrlanuvchi o'z ko'rsatuvida Sanjar Karimov bilan bog'liq voqealar haqida gapirib, u va tanishlari bosim o'tkazganini, shu sabab 2 ta do'mi va o'g'lining 7 ta mashinasi sotilib ketganini aytdi. Jabrlanuvchiga ko'ra, barchasi avgust oyida Karimov tomonidan qo'yilgan ultimatumdan boshlangan. O'shanda Karimov jabrlanuvchi Rahmatullayevaga o'g'li undan pul olib uyni garovga qo'ygani, shu sabab o'z yerini sotib qarzni qaytarishini aytib 1 hafta vaqt bergan. Jabrlanuvchi Rahmatullayevaning o'g'li o'sha paytda Dubayda blogerga bog'liq shaxslar nazorati ostida bo'lgan. O'g'lining hayotidan xavotirlangan ona majbur bo'lib, 2 xonadonni Karimovga tegishli tuzilmalar nomiga rasmiylashtirib, hech qanday haq olmagan. Telefon qilganda menga to'g'rilicha tushuntirdi. Mana shunaqa o'g'lim mendan pul olgan. Menda anaqa qudalarni uyi turibdi garovda. O'sha pulni menga hozir yetkazib kelmasang, qudalarni nima qilaman, seni ham meni uchastkangni olib qo'yaman. Har xil bosimlar bo'ldi. 1 hafta senga muhlat dedi. Menga 1 hafta muhlatda men uyimni sota olmayman dedim. 1 haftaning ichida realtorlar keldi. Mana shunaqa keyin уже aytib berdim bularga. 1 haftadan keyin muhlatdan keyin men bitta audio zapis bor, mana o'zinglar o'ldinglar, o'shani yozib olishga majbur bo'ldim. O'tda уже menga telefon qilib, yoqib yuboraman uyingni dedi, o'ligini ko'rasan, o'g'lingni o'ligini men Dubaydan olib keltiraman, qarab tur, tobutini ko'tarasan dedi. Mana bitta yolg'iz o'g'lim. Shundan bular foydalanishdi. O'ylashdiki, hozir bitta dona o'g'lini shu Dubayda o'shab o'tirsa, shuncha narsasini olsa, bitta uchastkam qoldi. Shu uchastkamni sotish maqsadida shunaqa qilishdi. Qolgan odamlari meni uyimga kelgan realtorlar yuborishdi. Bu gaplarni telefon orqali aytibdi-da, qo'rqishingizga asos bo'ldimi bu narsa gaplar? Bo'ldi, nima bo'lmaydi. Men shuni qo'rqqanimdan 2 ta uyimni sotib yubordim. Pul olmasdan o'sha 2 ta bolaga, o'rtoqlarga 2 ta domimni berib yuborganman. Bu yerda mashinalar ketgan. Qanaqa bo'lmaydi? Siz o'zingiz shu audio zapisni eshitganmisiz? Eshitib ko'ring.
siz o'zingiz ayoringizga kimdir shunaqa qilsa nima qilasiz? Odam jahl ustida eshitib ko'ringlar oxirigacha. Конечно. Asos bo'ldimi undami? Asos bo'ldi. Men 24-yildan beri mana haligacha meni erim insult bo'lib qoldi. Qo'shimcha qilishicha, o'g'li bu pullarni amalda ko'rmagan. Pullar Karimov va uning sheriklari o'rtasida taqsimlangan. Yana sotilgan 7 ta mashina qo'shilib, umumiy zarar taxminan 700 ming dollarni tashkil etgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari Karimov jabrlanuvchining o'g'li Rismatovning pasportini olib qo'yib, amalda uni xorijda garov holatiga tushirib qo'ygani aytildi. Rahmatullayeva sudda Karimov o'g'lining Dubayda ekanligidan bosim vositasi sifatida foydalanganini aytdi. Asosiy dalillardan biri sifatida audio yozuvlar keltirilgan. Unda ayblanuvchi o'g'lingizning tobutini Dubaydan olib kelaman deb tahdid qilgani va hatto uyini yoqib yuborishini aytgani qayd etilgan. Ona buni real zo'ravonlik tahdid deb o'ziga qabul qilgan. Shuningdek, Karimov uning oilasini sharmanda qilish bilan ham tahdid qilgani bildirildi. Karimovning advokati esa tobut haqidagi gaplar his-tuyg'u ta'sirida aytilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Advokat shuningdek ayblanuvchi jabrlanuvchiga yaqin joyda aloqa bo'lmagan holda uning hayotiga qanday qilib real xavf tug'dirishi mumkinligini so'radi. Agar men yashirinib qochib yurgan bo'lsam, u meni qayerdan topib o'ldiradi? Agar men unga qarshi ariza yozmaganimda va yozuvlarni taqdim etmaganimda nimalar bo'lishini qayerdan bilar edingiz? Balki men allaqachon tirik bo'lmasdim, dedi u. Jabrlanuvchi yaqin masofada aloqaning bo'lmaganini u o'z uyidan qochib Qibrayda yashirinib yurishga majbur bo'lgani bilan izohladi. Shuningdek, u tergov ishiga faqat materiallarning bir qismini qo'shganini, o'zi esa yanada aniq tahdidlar aks etgan qo'shimcha yozuvlarni sudga taqdim etishga tayyorligini aytdi. Keyingi sud majlisi 13 aprel kuni bo'lib o'tadi.